Hikoya Mushuk ona haqida parang. Hurmatli kichik do'stlar, Hayvonot dunyosi televiziya stansimizning men haqida bilim haftalik maxsus programmamiz bugundan boshlab sizlar bilan yuz ko'rishidi. To'sadining yaqinliq ovozi zalda televiziya nomerlarini ko'rayotgan hayvonot kichik do'stlarning diqqatini birdilla o'ziga jalb qilib oldi. Chunki ular uchun bu bir zo'r yangilik edi. Shunga ular qanday yangilik chiqarkin degan umidda quloqlarini ding tutib, televizor ekraniga diqqat bilan tikilib o'tirishdi. To'zada birdam turib olgandan keyin gapini yana davomlashtirdi. Bugun biz stansimizning alohida taklif qilingan muxbir Zirabijonning Mushuk ona bilan o'tkazgan suhbatining suratga ilingan amaliy ahvolini diqqatingizga havola qilamiz. Qani marhamat. Opam televizorga chiqdi ekan. Shu asnoda o'ldirganlar arasidan Aslanjon hayajonini bosolmay vaqirab sakrab ketdi. Jim o'ldirib ko'rsang-chu, opangni xuddi bugunla ko'rganda qilib ketmagina adash. Aslanjonning qishida o'ldirganlar naroz bo'lib, taraf-tarafdan uni ayblab ketdi. Aslanjon bu qiliqidan xijil bo'lib, yuzi polganda qizirib, shukkida bo'lib qoldi. To'zadining gapi oxirlashib bilan ekranda surat almashib, Zirabi bilan Mushuk ona ko'rindi. Mushuk ona, men haqida bilim programmamizning tunji navbatida sizni kichik do'stlarga o'zingiz haqidagi bilimlardan ostili so'zlab berishingizni taklif qilaman. Ziraba uzun bo'ynini egib Mushuk onaga ehtirom bildirdi. Rahmat sizga, dedi Mushuk ona Zirabiga qarab adab bilan. Meni yangi programmanglarning tunji mehmoni sifatida taklif qilganinglarga chin dilimdan tashakkur bildiraman. U ziyraklik yig'ib turgan bo'loqdek ko'zlarini sal chimchiqlatib qo'yib Zirabiga qaradi. Qani siz avval so'rang, andan men javob beray. Mushuk ona, har kuni sizning ishik oldida yorishimliq burtingizni silab o'ltirganligingizni ko'ramiz. Siz burtingizga nimancha amroq. Haros, ba'zilar sizni yosonchiq deyishidi ekan-a. Burtimga amroq bo'lishimga sabab uning roli bak cho'ng. Men hargiz yaxshi ko'rinish uchun burtimni tarab o'ltirmayman. Burtim xuddi radarning antennasiga o'xshaydi. U badanimdagi eng sezgir a'zolarning biri bo'lib, menga yiroq yaqindan xabar bera oladi. Ba'zi kichik do'stlar biz mushuklarning burtini qaychi bilan qirqib o'ynashni yaxshi ko'radi. Natijada biz notanish joyga borganda sharq, janub, g'arb va shimolni farq qila olmaydigan bo'lib qolamiz. Asli mundoq ekanda. Undaqda Mushuk ona, sizning uxlaganda doim qulqingizni oldingi putingizga yaqin qo'yib, yerga yaqin uxlaydigan odatingizning borligini sezdim. Buningda biroz sababmi qandoq? Ziraba gap qistirib so'radi. Ha, albatta bor. Chunki mening qulqimni nihoyat sezgir a'zolarimning biri. Uxlaganda qulqimni yerga yiqib yosam, chashqanning harakatlangan tevishini anglabla uyg'onib ketaman. Amda tushundim. Buningdagi sabab yerning ovoz tarqitishi havoning ovoz tarqitishiga qaraganda nihoyat tez bo'ldi, shundaqmi? Nihoyat to'g'ri aytdingiz. Mushuk ona razmanlik bilan boshlang'ich uning gapini tasdiqladi. Undaqda yana bir savol. Kishilar mushukning ko'zi nihoyat o'tkir, kechsimi chashqanni ko'ra oladi deyishidi. Bu rostmi? Bu to'g'ri emas, dedi Mushuk ona Zirabiga qarab. Butunlay qorong'u joylarda hech narsani ko'ra olmay qolamiz, ammo burtimiz bilan qulqimiz bu yetsizlikning o'rnini to'ldiradi. Burtingiz bilan qulqingiz haqiqatan sizning kam bo'lsa bo'lmaydigan razvedka qo'rolingiz ekan-a? dedi Ziraba qoyil bo'lgan holda. Mushuk ona, yana bir narsaga bak hayronman. Shuncha egiz yerlardan pastga sakrasanglarmi, zodi tevish chiqarmaydi ekansizlar. Buningda bir xosiyat bormi qandoq? Hech qanday xosiyat yo'q. Tapinimizda faqat qalin go'shli bor. Shuni yo'l manganda sakraganda tevish chiqarmaymiz. Bizdagi bu tabiiy xususiyat chashqan tutishimizga zo'r qulaylik tug'dirib bergan. Mushuk ona, endi oxirgi savolimga javob berib boqsangiz. Sizlar ba'zi quyruqinglarni dingaytib oldi ekansizlar. Bu nima uchun? Siz biz mushuklarni to'la menchik ko'ztibsiz-a? Mushuk ona pixildab kulib ketdi. Quyruq bizning badan tangponligimizni saqlash rolini o'ynaydi. Yugurgan, sakragan chig'imizda quyruqimiz rol bo'la oladi-da, olg'a ilgirlash nishonimizdan adashmaymiz. Uningdan sirt, ba'zi terikib ochiqlangan chig'imizda quyruqimizni hadi qilib, raqibimiz bilan elishishga tayyorlanamiz.
Ha, Müşk ana. Aslı mundaqkanda. Sizdə həqiqətən bilib elishqə tegishlik nurg'un bilimlar bor ekan. Ko'raman kichik do'stlarga o'zingiz haqida yangi bilim berganligingiz uchun ekran oldidagi bilim havaskorlari kichik do'stlar nomidan sizga alohida tashakkur bildiraman. Hamda sizning sog' salomat bo'lib, texmi ko'p chashqon tutishingizga tilakdoshman. Hurmatli ko'raman kichik do'stlar, bu qitimqi programmamiz oyoqlashdi. Qiziqib ko'rguninglarga rahmat. Qayta ko'rishgacha salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Zirabining gepi oyoqlashibla zalda qizg'in alqi sadosi yangrab ketdi. Ular bu programmaning kelarki qitimliq ko'rsatilishida yanama qiziqarli nomerlarning qo'yilishini talab qilib, televiziya stansiyasiga xat yozmoqchi bo'lishdi. Do'stlar, biz bu hikoyadan, ya'ni mushuk onadan mushuklar to'g'risida nurg'un bilimlarni o'rganib oldik. Biz bu o'rganib olgan bilimimizni atrofimizga do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Bu hikoyani yoqtirgan bo'lsanglar, do'stlaringlarga aytib beringlar, ha? Undaqda oxirida Dilala hadanglarga ergashib, tuvandagi balalar qo'shiqni o'rganinglarchi. Balalar qo'shiqi qiyiq yasidim. Suv bo'yida o'ltirib, qog'oz qiyiq yasidim. Qiyiqimni o'zimcha paraxod deb atadim. Qo'yib berdim eqinga, eqib ketdi qiyiqim. Məmu mangdim kaynidim, qiyiqimga qiymadim. Örkeşlərdə ləpənləb, qaynamlarda pirqirab, özüb barar qiyiqim, tozğun bösüb xırqırab. Yasab yana nəccini qoyub berdim qiyiqdin, çoğ işlarni öyrəndim, balalarca qılıqdin. Kichik shoirlar kesh bo'lib ketibdi. Amiz bugun boldur uxlanglarjimi? Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.